Boğaz'dan biz toylukni çıkıp veremeymiz mi? Bunun da çok mesele yok. Biz fakat 80 bin koy etrafında toyluk alsak deymiz. 80 bin koy? Ha? Oldu. Almayımız kettik. Kudla to'xtab turing. Qizlar, biz mana kudla ichidagi bir filya chiqar qizlar. Ma'qulmi? Qani qudam, mana jamdanki yangidan chiqqan shaptacha ichib baqma. Qizlar, bu to'yliqning bozor bahasi necha bo'ladi? Asosiyatda 80 ming aylanadi. Ay, 80 ming degan bozorning bahasi. Hozirgi yosh kelinlarning to'yliqi degancha kim o'rlayapti? Bu şu, deganim to'g'ri. Bizning bu bo'g'iz qudlar atoyatimizni o'yib ketdi. Shunga bizning uyda to'yliqning bahasini filya qilib, tushirib ham sotilmaydi. Mana Changja zavod vakili. Balaning anasi maydonda bor. Qani sen eng to'yin bayaring bir deb baqamsan. Mening qizimcha butunlay qo'lga beqib chiqqan. Buni o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Oila sharoitimiz shunchalik yaxshi. Axloqi durust, ko'z qash to'g'ri. Bundaq bo'lgandikin 80 ming qo'y. Qimmat emas. Shu eng kambag'al. Hey, men bilmayman. Necha vaqtdan qudlarimiz ma qizimiz obdan ko'ngil bo'lib keldi. Shuning uchun to'y bozordagi eng to'yin borib berishimiz kerak. Bo'ldi. Meni deganim esa bugun 50% e'tibor qilib 40 ming qo'yib beray. 40 ming qo'y degancha faqat chiqimim yetmaydi. 40 ming? Ha? Qimmat bu. Ketdik mana bular. Qudlar o'tirang. Yana deyishimiz. Qizim, bu qatimma qudlarga Fulining yamanni cho'na chiqqan qizim. Ma'qul. Mana jamlanchi. Sima? Apa, mau jamun gulchi. Buni og'zini ochib iskandirasangiz 100% mukofot chiqadi. Kızımızın keyfiyatı turaqlıqmı ya? Mana qudlar ko'ranglar. Mana bu qizimninki ro'y kasalliklar doktorxonasidan chiqarib bergan diagnoz. Bütün tekshirish dokumentlari, sifat kapolati hammasi to'liq. Lekin bana bizim bir jirat tutsa, sen bu kızlarını alsan, evet ayağımda kesse, yol kirasından bir metre bakıdak, bu da kettik ulan. Voy, cevap aldırmayın la. Boyu. Ha? Ya yol kirası yüzümüz götürürüz. Lekin baltımız kim qaraydı o? Mening vaqtim yo'q. Ketdik. Kızımızı ketip, kaynatından balan mektep apır bekleş, bunu artık soğuk kılımız. Gebegeyli. Bundan desek, kaynanana balı bekiş, tamak etiş, kazıkçılık mülazımıtımızın var. Balı bilen çok bir kaynazımsın, şan ya. Bu apa, Ne yapalım? keyin qayindan bu tuyuqsiz yarmay qilishim mumkin. Asallam ziddiyat chiqdi. Mana bu o'ylash baqildimi? Bunun da mesele yok. Bunun çatak yok. Biz bu toyga ketip, kaynanık yo'qol munosabatda sug'ur kapatma, qo'shab beramiz. Qanday to'laydi ne? Bir ranjisa, uchni to'laymiz. Agar qaynanan seni ranjitib qilib qolsa, mushu oilga biz uchimiz senda kechirim so'raymiz. Kelin tek qo'ygan yaman emas ekan. Lekin 40 ming qo'y to'yliqsan, qimmat olib ketdimi ya? Unda o'z 9 mavaz qanda. Nima? To'g'ri, xatoligimni donglar. Oralni 9 mavaz. Bu ish baxtli bo'lsakin bo'ldi. Shu hammadan muhim. Nimada chaqchaq qilyapsiz? Qanday bo'lmaydi? Oğlum, ma kızını sen derhal eli var. Zahap başım, yak, ma anısını met kusap duray. Sen derhal seri kavrağa çıkma. Sen, ye, şanlayacak. Güzel, siz toyga dep bolgan deken, derhal resimlik tartip, unutuqanın topuq yollaytın. Hemmimiz xopun yürüp koysun. Qaynta, ma ishimiz to'y qilib bo'lganki urushib qilib kelishimga qilib qolsa qanday qilmaymiz? Abay deyishmoq tutmuş gapni. Xotirjam bilasan, 7 kuncha sebepsiz qaytarsang bo'ladi. Xotirjam el ketaver. Ma'qul. Hey, qaytirgan ishingizchi, urib suqib, dastga turgan ishim qolsa-chi bu qizimga. Ma'qul.